Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan Toshkentdagi 3,5 million dollar turadigan katta hovlini ko'rib chiqamiz. Yer maydoni 8 sotu, 716 kvadrat metr. Buna hovlini o'zim birinchi marta ko'rishim. O'shanga sizlar bilan polni tanishtiraman, detalni tanishtirishga harakat qilaman. Bu hol, gostivoy, polni o'tiriladigan joyi bo'ladi. Mana katta televizorlar bor. Juda ham katta ekan Samsung televizor. Bu yerda mana 10x toshlari patologgacha urilgan. Bu yerda kaminiylari kolonka, xullas uyi polni aqlli qilishgan, chiller sistema, bitta mana patologga banalligi mana bu o'zi bir 8 metr bo'lsa kerak, indamay 9 metr ham chiqadi. Menimcha, hozir sizlar bilan birin-ketin boshlaymiz. Bu yerda mana oshxonasi bor. Oshxona, bu yerda polkalari, polnosti polkada oynali, har bitta texnikasi smek qo'yilgan. Smek texnikani bilganlar biladi, juda ham qimmat turadi, bo'shdan ham qimmat. Tagida morosilkasi va bu yerda mana marhamat, smek, pechka, mikrovolnovka, hamma narsasi zo'rlari qo'yilgan. Mana bu yerda anaqa polkalari juda ham qimmat narsada ishlatilgan. Bu yerda mana original toshlar, oddiy mramor tosh emas, juda qimmat toshlar, qadr-budur. Bu yerda bu birinchi oshxonamiz bo'lyapti o'zi. Umuman aytganda, mana включательlar ham bor. Hamma narsasi cho'tka qilib qo'yilgan, patologga ham qilingan hamma narsasi. Bu yerda katta shkaf qilingan, дополнительный qilib qo'yilgan. Endi sizlar bilan bu yoqni ko'rib chiqamiz. Bu yerda tushuntiraman, keyin bir boshdan tushuntiray. Hovliga kirib keldik, hovlidan kirib kelishimizda, hovlimiz ham takoy 2 sotudan oshiqroq qolingan. Uy juda ham katta qurilgan hisobiga, ichlarini juda ham o'zlariga yashashga qurganlar, nimagadir endi sotiladigan bo'lib qolibdi. O'zi yaqinda o'zlari bitirib yashayman deb anaqa qilganlar. Bu yerda mehmon kutadigan zona, 14 ta stol stuli, 14 tali odamga mana bu yerda yana bitta oshxonamiz bor. Bu как barbekyu zona bo'lyapti. Tim qora rangda tanlangan ekan. Bu yerda ham tosh, marhamat. Bu yerda mana gazli anaqa pechka qo'yilgan, qozon o'choqlari, xudo xolasa hammasi zo'r. Uyga lekin boplash haqiqatan ham. Uyimizda chiller sistema bor etganimda, isitish, sovutish tizimlari cho'tka qilib qo'yilgan. Uyimizda uglovoyda joylashgan. Bu yer mahalla. Bu yer tomonimizda mahalla bo'ladi hozir. 10 tomonimiz turgan joyimizda. Mana kelib garaj bitta ko'raydi. Garaj yopiq garaj qilingan. Ikkita katta eskalator taxlab qo'ysa ham bo'ladi. Bemalol sig'adi. Ikkita darvoza, kalitka eshigi ham qoldirilgan. Endi bu yerda sizga podvalga tanishtirib o'taman. Keyin uylarga kirib chiqamiz. Bu yerda bitta elektritsik kamera turadigan xona. O'ng qo'limizda axrani uchun yoki uyda ishchi olish uchun alohida xona qilingan. O'zining ichida alohida sanusullari ham bor. Uyimizda Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan, Dagestanskiyda joylashgan, Nikitina bilan Dagestanskiyning o'rtasida. Polni oyna qilingan, hamma yoq. Bitta ko'riyda kelib, mana bu yerda uyimizdan yuragi joylashgan. Uyimizdan yuragi shuna kirib kelar ekanmiz. Bu yerda katta 3 ta stabilizator. Mana ikkita bu yerda, bitta bu yerda. Bu yerda elektr shitlari, hamma narsa shu yerdan kontrol qilinadi va bu yerda Prachniy xonaqa, kotelniy xonamizda 3 ta kotel, boiler, bu uyimizdan общий yuragi, расходы minimalni kamaytirishga harakat qilingan. Mana bu nasoslari hammasi akkuratniy qilingan. Endi bu yerda bo'lsa, kirib kelarkan bu yer spa zonasi bo'lyapti. Shu kattaligini qaraydi, toshlar qilingan, cho'tka qilib, kichkina basseyn. Bu yerda uголокimizni, mazaqa dam olib o'tiriladigan joy va orqasida 10x toshlar ham qilingan. Bu ma'lumot uchun juda ham arzon turadigan narsa emas. Xo'p, men televizor ko'ryapman kattaligini. Oldida yo'q qo'yman. Juda ham katta televizor qo'yilgan. Konditsioner. Uy aytganimdek faqat o'zlari yashash uchun qilganlar. Endi qaraylik, mana takoy noodatiy narsa ekan. Bu yerdan sun'iy qor tushargan, ya'ni bu shunaqa sistema qilingan bu yerda. Shunda men saunadan chiqasizda, mana sauna. Sauna juda katta qilingan, ko'ryapsizlar. Mana anchagina katta-da. Saunadan shunda chiqasizlar, mana shu qor bo'ladi, qor tushirib qo'yasizlar. Shik mazza qilinadigan joy xullas. Bu yerda massajning komnata, ya'ni massaj oladigan bo'ladigan joy. Rakvinalar ham bor. O'zining ichida bu yerda dushovoy ham bor. Bu yerda ham 10x tosh ishlatilgan. Uy yoqqan bo'lsa like bosinglar. Endi hamma o'ziga mo'ljallab quradi. Juda ham chiroyli chiqqan. Va bu yerda mana yana bitta alohida xonamiz bor. Bu yerda garderobni kiyim yechish uchun, boshqa qilish uchun va
kiyimni almashtirish uchun va o'zini ichida bitta sanuzuli joylashgan. Bu yerda dushovoy kabina. Uyimiz ichi qimmat remont qilingan, haqiqatan ham. Shunda bilim turibdi, ahamiyat bersanglar. Endi sizlar bilan birinchi qavatni polni ko'rib chiqamiz. Pauza bosamiz. Hop, mana endi birinchi qavatda polni ko'rsataman sizlarga. Polda nima desanglar, bu yerda adashmasam keramogranitga o'xshayapti. Taxminan 320 ga 160 razmer. Juda ham katta, teli tashalgan, gulli qilingan, ko'ryapsizlar. Juda ham qimmat chiqadi, lekin bu alohida podvolimiz, pastda prachniy xonalari va alohida дополнительный xonalari bor. Buni endi ko'rsatib to'xtatib o'tirmaymiz. Chiroyli uголокlar qilib qo'yilgan. Xrustalniy stollar, juda ham qimmat stol qo'yilgan ekan, men adashmasam. Endi adashmay 20 ga yaqin turadi mashina o'zi. Tak, bu yerda mana aslan yukiradigan eshigimiz. Shunda kirganda bu yerda hol bo'ladi. Chap qo'limizda katta shkopi bor. Mana bunaqa razlishniy bo'ladi. Mana полностью oynalar qilingan uyimizda. Uy kirib kelayotganmiz, to'rdasini chap qo'lda gostivoy. Birinchi gostivoy hojatxonamiz bu. Polni nemetskiy narsada ishlatilgan. 10 tomonimiz ham hammasi garderobniy. Polni shkop qilingan mana shu stroyniy. Bu yerda bitta prachniy xonamiz. Endi kiyim taxlab qo'yishga, boshqa narsa qilib qo'yishga birinchi qavat uchun ham endi Ispaniyaga tayyor turadi. Bunaqa Ispaniyani birinchi marta ko'rishim o'zim ham. Shunda kirib kelarganmiz, katta Ispaniya bo'ladi. Ispaniyadan oldin sizga birinchi garderobni ko'rsatay. Mana kupeli qilingan. Bunaqa garderobni birinchi marta ko'rishim, kattaligini qaraydi. Hamma narsa umniy qilingan, cho'tki. Juda ham qimmat qilingan, haqiqatan bu mujskoy ekan. Endi olgan odam xolasi bu yon jenskiy qilib qo'ysa ham bo'ladi. Mana bu yerda ham G-obrazniy qilib katta qilib qo'yilgan. Oyoq kiyim qo'yadigan, taxlaydigan. Bu arzonchi Xitoy emas bu. Действительно zo'rlari qilingan. Tak, endi bu birinchi garderobniy bo'lyapti. Kirganimizda bu yerda spalnya bo'ladi. Spalyaning orqasida ham kichkina tokchalari, takoy narsalar qo'yish uchun, joylashtirish uchun narsalar ham qo'yilgan. Bu yerda ham katta televizor. Bilmayman, televizor o'ziga bir 50 ming 60 ming ishlatib o'rishgan menimcha. Juda ham katta qilingan. Mana bitta включателlarni yoqmaymiz. Tak. Mana yo'qmayapti shu yerda. Tak, yo'q o'ramiz oxirida. Bu yerda mana aytganimdek shkopda qilingan, orqalarida ham bor, ajratilgan, ikki qismga bo'lib. Bu ikkinchi garderobimiz. Bu yerda birinchisi, orqasida ikkinchisi mana. Bu ko'proq jenskiyga mo'ljallangan, juda ham katta, ko'rib turganingizdek, hamma narsaga yetadi, xudo xolisa. Chiller sistemani aytdim, kolonkalari bor. Tak, bu yerda birinchi hojatxonamiz alohida qilingan. Mana shu narsaga ahamiyat berishibdi, lekin o'rtada polniy toshdan yasalgan rakvina. Bu yerda dushovoy qilingan bu yerda. Alohida. Tepadan patologdan ham tushib turadi suvlar. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga yo'l olamiz. Hop, zinamizga ahamiyat bersanglar, polniy toshdan qilingan. Mana keramogranitni tushuntirdim-ku, uni qanaqadir bossaydi, yumshoqroq odam his qilyapti-da, ya'ni kafildek emasdi, boshqacha ekan qanaqadircha. Endi polniy toshli, podsvetkali, cho'tki qilib qo'yilgan. Tak, tepaga chiqdik. Pollarimiz polniy parket, bu laminat emas. Katta mana hol polniy ko'rinib turibdi. Oldi polniy panoramli oyna ko'rib turgan bo'lsanglar, pardalari ham qo'linglar bilan bundoq qilsanglar avtomatik ochilib yopilaveradi. Tepaga chiqqanda birinchi kichkina spalnyamizni ko'ramiz. Shunda kirib kelishimiz bilan katta shkop garderobni qilingan. Bu детский, конечно. Eshiklariga bitta baho beringlar. Juda ham baland. O'zining ichida sanuzuli va dushovoy hammasi cho'tki qilingan. Bu yerda ham xuddi shunaqa bitta shkop, katta. Mana marhamat, katta spalnyamiz. Bu menimcha eng kichkina spalnya bo'lyapti. Bu yerda terrasalari ham bor. Endi ko'rsatib o'tirmaymiz, maksimalni oddiyroq qilamiz. Kattaroq terrasa bemalol chiqib, bu narsa qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Napolniy konverterlar, isitish tizimi va katta televizor. Mana shu televizordan hamma yoqqa qo'yilgan ekan o'zi. Xonaning harorati, issig'i, sovug'i polniy kontrol bo'ladi. Uyi lekin boplashibdi haqiqatan ham. Tak, endi ikkinchi spalnyaga o'tamiz. Mana marhamat, ikkinchi spalnyamiz. Kirib kelishimiz bilan to'g'rida katta shkoplari.
Podsvetkali hammasi. Katta televizor, xuddi shunaqa spalnyasi. Mana eng kichkinasi mana mashinasi ekan, narodagi nisbatan kattaroq bu yoqda. O'zini ichida alohida sanuzuli ham bor. Marhamat. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa terrasasi bor o'zini, ko'rib turganingizdek. Mahallamiz yaxshi, keng, oldiga ham bemalol 2-3 ta mashina qo'yib qo'ysa bo'ladi. Endi narxiga yarasha, конечно, bor kelarkanmiz, bitta shkaf, rakvina turadigan xona qilib qo'yilgan, kichkina xona va oxirgi spalnyamiz. Mana bu yerga ahamiyat bersanglar, hamma joyda mana shunaqa anaqada batareyalar qo'yilgan. Bu eng katta spalnyamiz, kattaligini qaranglar. Juda ham katta, mehki zona. Shaxsan o'zimga rosa yoqdi, lekin to'g'risi, mana qaranglar kattaligini. Bu yerda o'tiriladigan joylari, oyoqni cho'zib, mazza kitob o'qib o'tirsa bo'ladi. Uyimizni aytgancha, sizga terrasasini ko'rsataman birinchi. Mana bu terrasa. Kattagina ko'rayotganingizdek, mahallamizdan zo'r mahallada joylashgan katta terrasa. Buni plus tomoni, mana bu tomi ochiladi. Tomni ko'ryapsizlar, buni pultda bitta borsanglar, uje tom ochilib, yig'ilib, yozga qilib ishlatsanglar bo'ladi. Bu hozir qishki holatda turibdi. Aytgancha birinchi etajligini tushuntirmayman. Barbekyu zonada ham xuddi shunaqa pastda ko'rsatdimmi? Qozon o'choqli joyi. O'sha yerda ham ochiladi polностью, tepa tomlari. Yozda mazza qilib o'tirish uchun mana ham bunaqasiga tushadigan oynalar qilib qo'yilgan. Xullas uyga luxury uslubida remont qilishgan. Tak, endi bu yoqda ham oyna, sanuzulni ko'ramiz endi. Sanuzulni ko'raylik. Poplashib turadigan bor. Juda ham katta vanna. Bu yoqda mana takoy dushovoy qilingan. Sushilkalar, biraz uyi poplashib turadigan, haqiqatan zo'r chiqdi. Bu yoqda polностью polkali shkoflar, bu yoqda ham shkof. Mana bitta mana televizor ko'radigan zonasi bor-da, mana ko'ringlar. Mana katta televizor. Mazza qilib yotib, dam olib ko'rib yotadigan joy qilib qo'yilgan. Bu bizda yana bitta дополнительный garderobimiz. Hammasi xudo xolasa unli dom qilingan. Endi sizlarga uyimizni tashqari tomondan ko'rsatib o'tamiz. Uyimizdan tashqi ko'rinishiga o'zingizlar baho berasiz. Polностью minimalizm uslubidan foydalanilgan. Kichkina bo'lsa ham zelen zonalari, daraxt-baraxt ekib qo'yilgan va mana shu davol polностью sharshara qilingan, suv oqib turadi, shildirab ovoz chiqib turadi. Bu yoqdan mana garajdan kirib chiqadigan eshiklarimiz va yozgi oshxonalarimiz shu yerda joylashgan. Mehmon kelsa, mana shu yerda bemalol dam olib o'tirsa bo'ladigan joy qilib qo'yilgan va uyimizga aslan uyga kiradigan eshigimiz bu yoqda joylashgan. Chiroyli podsvetkali qilingan. Polностью toshdan foydalangan uyimizda chiroyli zelen zona, chap tomonimizdan va kaletka eshigimizga bitta baho berasizlar, kattaligiga. Mana juda ham katta qilingan, ochilishi juda ham yengil. 3 yoshli, 4 yoshli bola ham bemalol ocha oladi. Juda ham akkuratli qilingan. Tak, uyimiz uglovoyda joylashgan bo'lib, garaji narigi betda bo'ladi, narigi tomonda. Tak, uyimiz Mirzo Ulug'bek tumani, Dagestanskiy bilan shuna Nikitina orasida joylashgan yaxshi mahalla. 8 sotu 761 kvadrat metr sotilyapti. Videoda ozgina kamchilik bo'lgan bo'lsa, rozi bo'lsa, обязательно like bosib qo'llab-quvvatlaydi. Uyimiz sotilyapti, narxi 3,5 million startoviy, pastda raqamni qoldiramiz ma'lumot uchun. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar.